hammaga assalomu alaykum. Hammaga salom. Bu Sofiya yoshi 5 da. O'tgan safar bizani bolamizdan ko'rgan edinglar. 4 yosh bola qanday suzganini ko'rsatdim. Bu qizimizni 50 metr ham suzadi, prosta videomiz cho'zilib ketmasligi uchun 25 metr, Sofiya 25 metr bitta basiga, to есть basen yarmigacha suzib berasan, to'g'rimi? Agar suzib bersa Sofiya, mana shu o'yinchoq, Gusiya yumushqa o'yinchoqni senga hadya qilaman, to'g'rimi? Sofiya suzganicha sizlar Sofiya yaxshi suzsa, молодец deb yozib, Sofiyaga молодец поддержка qilib qo'yasizlar. Menga obuna bo'lib qo'yasizlar. 4 yoshdan boshlab qabul qilaman bolalarni. Va bundan kattalarga Sofiya. Hayot qurib olamiz. Eslatib o'tiraman, basen chuqurligi 3 metr. Basen chuqurligi 3 metr. Mana yo'lda sakrash o'zi bo'lmaydi. Boshqa aylanib ketadi, to'g'ri. Lekin Sofiya hozir Sofiya tayyormisan? Gapirib qo'y, gapir. Sofiya sakrab, yarimgacha mana shu qismni qo'yaman. Xo'pmisan? Basen chuqurligi 3 metr. Sofiya tayyormisan? Boshladik. Hop, sakradi. Sofiya ketdi, sizlar поддержка qilib turasizlar. Sofiyani молодец. Yozib yuboringlar. Juda ham harakati zo'r Sofiyani. Suzishini qaranglar tezligini. 5 yosh bola bo'lganiga qaramasdan harakati zo'r. Kerak bo'lsa bitta basen ham suzadi, ikkita basen ham suzadi. Ana, Sofiya молодец deb yozib qo'yasizlar. Поддержка qilib Sofiyani. Kommentariy yozib qo'yinglar. O'qiydi, oyisi o'qib beradi, oyisi Instagram ko'radi, kuzatadi. Sofiya harakat qilayotgani uchun bu sababimiz mendan obunachilardan podarka juda ham zo'r. Sofiya, bo'ldi sana, buyoqqa. Kerak bo'lsa 10 basen ham tuzadi. Sofiya, to'xta. To'xta. Ko'rasan to'xtani. Sofiya, to'xta bo'ldi buyoqqa. Bo'ldi. Kerakmi? Ko'rasan basen chuqurligi 3 metr. Chiqasalim, молодец. Ochki yech. Obunachilarimizga like qo'yib qo'yiladigan. Gapir, like qo'yiladigan. Mana bu qadam kesanga, ha? Yaxshi qilganingga, Sofiya yaxshi qilganiga katta Gusiyabnimiz qizimizga podarka bo'ldi. Obuna bo'lib qo'yinglar. Yo'qotib qo'ymaslik uchun.